Avtozubi kanalida Toyota Camry'mizni sizlar uchun 2150 dollarga berib yuboramiz. Hyundai Tucson'imizni sizlar uchun 4900 dollarga berib yuboramiz. Buni ujum payti ukam ehson qilaman deganing jo'rabe, sen guvoh eding. Ha, shunaqa dedingiz-ku. Okajonim, bu mashinadan 150 dollar menga qoladi. 150 dollar ehson qilaman ro'za Ramazon oyida. Bu mashinadan 200 dollar qoladi. Bu mashinadan 200 dollardan ham ehson qilaman. Общий 350 dollarni 7 ta odamga 50 dollardan ehson qilaman. Xo'p, ehson qilaman deyapsiz. Buni qanaqa aniqlaysiz? Buni aniqlashim like va kommentariy va Telegramga o'tib olib podpisatsiya bo'ling. Avtozubi kanalida rekord narxga Hyundai Tucson va Toyota Camry. Mashinamiz 2007-yilgi, bu mashinamiz 97-yilgi. Ko'rayotgan mashinangiz motori 2.2. Bu ko'rayotgan mashinangiz ham motori 2.2. Konditsioneri bor. Bu mashinamiz 100 km atiga 9 litr benzin charik. Bu ko'rayotgan Hyundai Tucson'imizning ikkita gaz ballonlari bor, ruxsatlari bor. Bu 350 km yurib berar ekan. Bu mashinamizga ham generallik qilib beramiz, bu mashinamizga ham generallik qilib beramiz. Bu mashinamizning probeglari 252 ming probegda, avtomat korobka. Mashinamiz salonlari ideal holatda. Bu ko'rayotgan mashinamizning mexaniki probeglari 264 ming. Radnoylarim, Olixda juda ham mashina izlab yuribsiz, men bilaman. Bu mashina Olixda kamida 7,5 ming dollar. Mix Avtozubi kanalida bu mashinani 4900 dollarga berib yuboramiz. Toyota Camry Olixda kamida 3,5 ming 4 ming dollar. Siz uchun 2150 dollarga berib yuboramiz. Bu mashinamizning rasxodlari faqatgina ходовой, motor korobkalari zo'r holatda. Buni ham motor korobkalari idealni